Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda bizni faol kuzatayotgan obunachilarimiz 30-mart sanasida mana xudo xolasa giloslarimiz, valovoy sersa giloslarimiz chaman bo'lib gulladi. Valovoy sersa chaman gullayapti, lekin hosildorligi 5%, 10% ga tushib ketdi. Sababi yaxshi chaylanmayapti. Biz hozir videoni oxirigacha kuzatib olinglar, o'tkazib olmanglar. Xudo xolasa gilos bog'larga juda foydali. Asaldan tayyorlayapmiz. Arini chaqirish maqsadida bunimiz ham arini chaqirgani o'ta shirali narsa. Xudo xolasa mana shu gilos bog'imizga bil sachyapmiz. Mana asal choyimizni tayyorlaganmiz. Buni quyamiz. Gideta o'zimiz o'lchab, masalan bizning apparatimiz 20 litrli bo'lsa, kamida 4 litr mo'ljallab quyamiz. 4 litr, 5 litr mo'ljallab quyamiz. Sababi shira qancha ko'p bo'lsa, asal shuncha ko'p keladi. Bunimizdan ham quyamiz. Bu ham o'ta kuchli narsa. Videoni oxirigacha kuzatinglar, o'tkazib olmanglar. Sababi foydali bo'lish uchun o'zlaringizga ma'lumot. Mana men ham necha yildan beri valovoy sersa bilan kurashib kelyapman. Xudo xolasa bu yil agarda natijasini ko'ramiz, YouTube kanalimizga tashlab boramiz. O'sha qilib suvlarni quyib, bunimiz asal, o'zimizni bozorlarda sotadigan asal. Xudo xolasa asallarni yog'ilib ketadi bog'imizga degan umiddamiz. Sababi chaylan zo'r bo'lsa, har qanaqa gilos zo'r meva qiladi. Valovoy sersa gilosimiz eskidan zo'r qilib kelgan. Prosta hozir 1-2 yildan beri chaylash muammo bo'lgani uchun kam hosil bo'lib ketdi. Olib keling, yaqinroq ko'rsating. Mana gilos